Assalomu alaykum. Navbatdagi darsimizni boshladik. Keling, oldingi darslarda o'tilgan harflarni takrorlab olamiz. Dastlab alifni o'tgan edik. B va buni B deb o'qirdik. T. N harfini o'tdik. Y va Wow harflari bo'lgan edi. Mana shu harflarni qatnashtirib, hozir gap tuzamiz. So'zlardan boshlaymiz birinchi. Ibn. Sodda, oson bo'lgan bir so'z. Ibn so'zini arab tilida yozib ko'ramiz. I harfi so'z boshida kelyapti. Demak, harakatni yozishimiz kerak dastlab. I. Bilamiz, arab tilida har bitta harfi harakati bo'lishi kerak, harakat esa harfsiz bo'lmaydi. Shu sabab alifni qo'yamiz. Alif i bilan kelganidagina birgalikda i deb o'qiladi. Ana endi b harfini yozamiz. B harfi so'z o'rtasida kelyapti. So'z o'rtasida b mana bunday yozilar edi. Biroq alif o'zidan keyin ulanmaganligi sabab mana bu tomonini o'chiramiz. Va bizda xuddi so'z boshidagi kabi holati qoladi. Ibn. Ibn. Harakatlarini qo'yamiz. Ibn. Ibn degani o'g'il degan ma'noda anglatadi. Yana bitta so'z. Bint. B so'z boshida. B. Undan keyin i kelyapti. B. N so'z o'rtasida. Va T so'z oxirida. Bint. Mana bu yerga sukunlarni qo'yib qo'yamiz. Bint. Ana endi o'zingiz mana bu so'zni yozib ko'ring. Bayt. Videoni mana shu joyda to'xtatib yozib ko'ring. Endi tekshiramiz. To'g'ri yozdingizmi? B so'z boshida. A. Y. Y so'z o'rtasida. Bay. T so'z oxirida kelyapti. Bayt. Ana endi yangi harflarimizga o'tamiz. Bugungi o'tadigan ikkita yangi harfimiz mim va ha harflari. Birinchi harfimizni nomi mim. O'zbek tilidagi m harfiga juda o'xshash talaffuz jihatidan. O'qilishi m. Ya'ni ko'rib turganingizdek chiqadigan joyi ikki labimiz. M. Alohida yozilishi m harfini. Chiziqning ustida yumaloq shakl, so'ng pastga tushiriladi. M alohida. So'z boshida m harfi. Faqat yuqori qismini yozamiz, o'zidan keyingi harfga ulaymiz. Masalan aytaylik. Mu. Mulk degan so'zni yozdim. Mana shu so'zda m so'z boshida kelyapti. M so'z o'rtasida. O'zidan oldingi harfga ulanadi. Yumaloq qilamiz, o'zidan keyingi harfga ulaymiz. M harfi so'z o'rtasida. M so'z oxirida. O'zidan oldingiga uladik va alohida ko'rinishini yozdik. M so'z oxirida kelyapti. M. Ikkinchi harfimiz
ha harfi. Arab tilida 3 ta h mavjud. Ana shu 3 ta hdan eng ingichka o'qiladigani mana shu bugungi o'tadigan h harfimiz. Mana bu yerga bir surat chizaman. Ushbu suratda mana bu tishlarimizni tasavvur qilsak, bu tilimiz. Mahrajlar mana bu yerdan chiqadi. Mana bu halqum deylik. Halqum. Eng pastki qismdan halqumdan h harfi chiqadi. H. Nafas olganingizda ham chiqib ketadi bu harf. H harfi yozuvda ko'rinishi mana bu tarzda bo'ladi. Alohida ko'rinishi. Bu harfni yana bir talaffuz qilish yo'li, yosh bolalar oynaga nimanidir chizmoqchi bo'lib qilib bug'lantirishadi. Ana shu tarzda h harfini o'zlari bilmagan holatda chiqarishgan bo'ladi. Siz ham shuni qo'llab ko'ring. H harfi. So'z boshida h. So'z boshida mana bu tarzda yozamiz. O'zdan keyin ulaymiz. H harfi. So'z o'rtasida o'zdan oldingiga ulandi, pastga, tepaga, keyin o'zdan keyinga ulaymiz. H va so'z oxirida h. O'zdan oldingiga ulandi va so'z mana shu bilan tugadi. H. Ohista, ingichka talaffuz qilinishi kerak. H harfi. Bugungi darsimizda mana shu ikkita harf mim va h harflarini o'tdik.